Assalamu alaykum hürmetlik savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun Madxal ilal fiqh islomiy degan darsimizning 6-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda Imom Malikninki mazhabininki shakllanish davri, taraqqiy qilish davri va muqimlish davridagi kishilarninki qo'shgan tuhfillari va shu davrdagi olimlar haqida tunishib chiqaydik va Imom Malikninki nasbi, tug'ilgan vaqti va Imom Malik munosabatlik ma'lumotlar bilan tunishib chiqaydik. Hamda biz bugungi darsimizda İmam Şafii ve İmam Şafii'ninki Şafii mezhebi haqida tunishib chiqamiz. Unda bo'lsa biz darsimizga boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ash-Şafii, ya'ni İmam Şafii ism va nasbi Muhammad ibn Idris Ash-Şafii. İsmi Muhammad ibn Idris Şafii. İmam Şafii Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan Peygamberimizning buvisi Abdumannafda tutuşudu nasibi. Tug'ilgan vaqti Hijriya 150-yili. Bu qaysi yil? Abu Hanifa vafot bo'lgan yil. Na tug'ilgan? G'azda tug'ilgan. Kuchli ko'z qarashda. Ba'zi qarashlar va Yamanda tug'ilgan deydigan. Undan keyin daslida Madinaga borgan, undan keyin Iroqqa borgan, undan keyin Misrga borib ilm talab qilgan. Madinaga borib Imom Malik tug'ilgan, Iroqqa borib İmam Azamninki Abu Hanifa'nın o'quvchilari o'qigan, undan keyin Misrga borgan. Hijriya 204-yili vafot bo'lgan. İmam Şafii daslida Misrga borishdan ilgari Iroqda, Yamanda o'qib bo'lgandan keyin o'zi mustaqil qana qilgan mazhab shakllantirgan. Ammo Misrga yetkelgandan keyin ilgari yozgan kitoblarini, ilgari bergan fatvolarining hammani qaytadan bergan. Shunga İmam Şafii'ninki ikki mazhabi bor. Mazhabul qadim, mazhabul jadid deb. Mazhabul qadim degani Misrga berishdan ilgari yozgan kitoblari, ijtihodlarini ko'rsatdi. Mazhabul jadid Misrga borgandan keyingi ijtihodlarini ko'rsatdi. Ammo Şafii mazhabida qaysi asoslanadi desa, yangi mazhabi. Bu nimani ko'rsatdi degan chaqda bir fatvo, bir ijtihod, bir o'rindan bir o'ringa qanaqaligi qarab farq qilinganligini ko'rsatdi. Endi İmam Şafii'ninki ibadet ve takvalık cihatte Rabi' ibn Süleyman dedi. Rabi' ibn Süleyman İmam Şafii'nin en çok okuyucusu, en çok alimlerinin birisi. Kâne Şafii yahtimul Kur'ane fi şehr Ramazan 60 hatme. İmam Şafii Ramazan'da Kur'an'ı 60 katım tamam kılattı dedi. Öyle bakın, Ramazan'da 60 katım. Mümkün mü? Mümkün. Hüseyin el-Karaysi deydi. بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على 50 آية فإذا أكثر ف100 آية deydi. İmam Şafii'yle birikisi birge qunab qaldım. Kechinin 3'ning birida namoz o'qiydi. 50 oyatdan ziyoda qilganini ko'rmadim deydi. Ya'ni kechinin 3'ning birida namoz o'qiydi. Shu 3'ning birida o'qigan namozda faqat 50 oyatni takrar o'qiydi. Agar ziyoda qilib qolsa 100 oyat o'qiydi, shuning uchun takrar o'qiydi deydi. Rabi' ibn Süleyman yana o'quvchisi deydi. Kana Şafii qad jazza'al layla. İmam Şafii kechini bo'lgan deydi. Avvalgi 3'ning birida yozatdi. Va thani ikkinchi birida namoz o'qiydi. Uchinchi birida uxlaydi. Shuning uchun bular haqiqiy olim bo'lib, tarixda ismi uchun qolgan. Aslida bular bilan bizning hech qanday farqimiz yo'q. Farqi ular tirishgan, vaqtidan unumli foydalangan. İlim ve akli cihatte İmam Şafii 4 mezhep içindeki en zeki imamlarının birisi. Xuddi İmam Ebu Hanife'ge o'xshash. Hatta ilmi faraset o'qigan, ya'ni faraset ilmini o'qigan İmam Şafii. O'zida bir talant bo'lg'achqa, masalan ilmi faraset ilmi degan Iroqni ko'rar. Yamanda faraset ilmini o'qib bo'lgandan keyin Iroqda İmam Ebu Hanife'ning o'quvchilari İmam Ebu Hanife'dan o'rgangan faraset ilmini bildigan degan xabarni anglab Iroqqa kelgan va İmam Ebu Hanife'ninki o'quvchilarda faraset ilmini o'qigan. Yaman qaytib kelgandan keyin faraset ilmini o'rgatgan ustozi bir imtihon o'tqish uchun Iroqdan kelganlarni, "A'v nima ish qildi odam?" deb so'ragan. İmam Şafii odamga bundan qaragandan keyin u odam tumirchi ekan degan. Ustoz nima degan? Xatolashdi. U yog'och ekan degan. U odamni chaqirib kelib, "Siz nima ish qilsiz?" deb so'ragan vaqtida u odam, "Men ilgari yog'och edim, hozir tumirchi" degan. Demek İmam Şafii muqanda
bir odamni yiroqdan ko'rib paqtalaydigan, zakosi nihoyatda kuchli, aqliy qobiliyati kuchli bir odam edi. Shunga hafizil Qur'ani fi sabi'a. 7 yoshda Qur'onni qanday bo'lgan, yodlab bo'lgan va Muattani Imom Malik ustozining Muatta degan kitobini 10 yoshda yodlab bo'lgan. Hadisni. Va ustozi uningga Muslim ibn Xolid az-Zanji degan ustozi uningga 15 yoshda fatvo berishga ruxsat qilgan. O'ylab boqinglar, 15 yoshda muftiy bo'lib bo'lgan degan gap. İbn Uyeyne dedi, Şafii afdalu ahli zamanihi deydi. İmam Şafii zamanızdaki en faziletlik hem ilim cihette en yaxşısı deydi. İmam Ahmed ma ahadun massa mahbaratan ve la qalaman illa ve liş-Şafii fi unuqihi minna deydi. Bu şer'i ilim o'qishda qandaq bir odam bir rang qutisida bir qalamni tutadi ekan, o adamning gadida İmam Şafii'ning yaxshilik bor deydi. Demak, shu ilmning taqilishiga qanday qilgan nihoyatda kuch qo'shgan deydi. Ham ilm jihatdimi İmam Şafii'ninki to'rt mazhabdan hammasi kuch tutishadi. Masalan, Abu Hanifaning o'quvchisi o'qigan, İmam Ahmad Hanbalga o'rgatgan, İmam Malikni o'qigan. Demak, yana shaxchilab apasaq Makkaninki ustozisi bo'lgan Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud 3 o'rindagi 4 sahobaning hammasi kuch tutishadi ilmi. Endi İmam Şafii'ninki mazhabining tarixi haqida so'zlasak, mazhabining paydo bo'lish bosqichi bo'lsa, buni tunji qilib İmam Şafii qanday qilgan shakllantirgan. İkincisi İmam Şafii'ning yozgan kitobi Al-Um. İmam Şafii'ning yana bir alohidaligi qaysi degan chaqda İmam Şafii o'zi qanday qilgan kitob yozgan. Ko'pincha mazhab peshvolar o'zi yozmagan, o'zi o'rgatgan, fatvo bergan, uni o'quvchilar to'plab qanday qilgan keyin aytgan. Ammo İmam Şafii o'zi yozgan. Ham usulul fiqh, ya'ni fiqhning qoidasi, fiqh chiqarishning qoidasi degan bu fanda tunji qatim tarixdagi tunji qatim kitob yozgan odam İmam Şafii. Qaysi Risale degan kitobini yozib, tunji qatim usulul fiqhning yozuvchisi. İslam ilm tarixidagi tunji usul fiqhning yozuvchisi. Buayti İmam Şafii'ninki cho'ng o'quvchilari, shundaqla Şafii mazhabining asoschilar qurg'uvchilaridan birisi, muxtasarni yozgan. Rabiul Muradi, Muzani muxtasarni yozgan. Demak, bu shu 4 kishi İmam Şafii'ninki asoschi shakllanishiga sabab bo'lgan olimlar. Kengish bosqichida Ibn Surayj, Qaffal, Kabir Shashini yozgan, Sag'irul Marzaviyni yozgan, Mavridi, Abu Hawin yozgan, Juwayni, İmam Juwayni Nihayatul Matlabni yozgan, Shirazi, İmam Shirazi, bu odamninki fatvolari fiqh qarashlari ko'p chiqadi. Muhazzabni yozgan, İmam G'azzali Vasitni yozgan. Vasit, shundaqla Basit, yana bir kitib bor. Vajiz, 3 kitib bor. İmam G'azzalininki Şafii mazhabida yozgan. Eng cho'ngi Basit. Ondan keyin Tahrir bosqichi İmam Rafi'i Muharrirni yozgan, ya'ni Tahrir bosqichi deganimiz redlanib İmam Şafii mazhabining kitoblari rasmiy muqimlashgan davri. İmam Navavi Minhaj-ı Talibini yozgan bu mashhur kitob. Ondan ikkinchi qatim redlanish bosqichida İmam Ramli Nihayatul Muhtaj, Ibn Hajar Tuhfatul Muhtaj bu kitoblarni yozgan. Endi bu kitoblarning ismini hamma insonlar to'planmasak hech vaqasi yo'q. Ham bizningki mashhur bo'lganimiz İmam Azamninki Hanafi mazhabi bo'lg'achqa hozir bir ko'rib o'tib kelsanglar, keyin fiqh muqoran o'qib qolgan vaqtinglarda yod tuyulmaydi bu ismlar. Ammo shu vaqtlarda muqimlashadi. Balki hozir bu ismlarning hammasi o'zinglarda muqimlashib bo'lmasligi mumkin. Unda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست